Salom, mana yana biz sizning oldingizdan chiqdik. Avval biz tanishtirib olamiz. Klanda ishimiz yo'q ekan. Yaxshi avval o'yinchini kuchaytirib olaylik. Ikkita Rafinyaning akselerati 91 bo'ldi. Endigisi Fodenning kuchi 66 bo'ldi. 86 bo'ldi. Foden yaxshi, yomon emas. Endi o'yin o'ynasak ham bo'ladi. Yigirmata tomonimiz bor, 60 ta almazimiz bor. 58lik o'rni bilan akkaunt bilan tushyapmiz. Yomon emas. Nechadan beri o'ynayotgan bo'lsa kerak. Dream FC yaxshi. So'rlos tashlab beramiz, oldirib qo'yamiz. Yaxshi. Ruben Dias, Cucurella oldinga tepib yubordi. Bunday o'yinlarda yaxshiroq o'ynamasak bo'lmaydi. So'rlos gol urmoqchi bo'ldi, ammo burchak zarbasi ishlab oldik. Cucurella uzoqdan zarba berib ko'rdik, ammo o'xshamadi. Yıldız bilan yaxshi. Barkola gol olmadi. Barkola yana gol olmadi. Yaxshi. Bizni zararimizga burchak zarbasi qaytarib yuborishga harakat qilamiz. Qaytarib yubordik. Yıldız yopishmoqchi bo'lyapti. Ammo u ham burchak zarbasi ishlab berdi. Biz harakat qilamiz bundan foydalanishga. Uzoqdan zarba berib ko'ramiz. Afsuski chiqib ketdi maydon tashqarisiga. Endi Yıldız olib qo'yaldimi? Olib qo'ydi. So'rlos o'zi gol urmoqchi bo'ldimi hozir? Internet yaxshi ishlamayapti-ku. Do'stimizni. Ammo mayli. Nachora. Oldinga uzatib berdi. Bizning varatarimiz Sommer qaytishlab oldi uni. Faqat birinchi taym tugadi. 4 minutda birinchi taym tugar ekan. Rafinha, Marmush, Foden, Reinders bo'ldi. Shu 5likni tushirdik. Umid qilamiz sharmanda qilmaydi. Courtois. Ay billa. Foydalana olmay qoldik. To'g'ri bo'lib turadi bunday hodisalar hayotda. Hech qisi yo'q.
Hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q deb bitta gol o'tkazib yubordik. Endi o'yinga kirishmasak bo'lmaydi. Tarim uzatib beramiz to'pni. Tarim. Va biz gol urdik. 1-1. Raqibni hurmatini joyiga qo'yamiz. Marmush. Tarim. Yana bitta gol. Afsuski, Kurtua qaytarib qo'ydi. Burchakdan zarba berib ko'rdik. Afsuski, bu o'xshamadi. Uzoqdan zarba. Kurtua qaytardi. Kanji. Tarim. Ryerson. Va! Ryersondan ajoyib! Zarba va gol. Qaranglar azizlar, qanday gol. 27 yarddan. 65 tezlik bilan gol. Ajoyib. Internet ishlamayotgan vaqtda gol bo'ldi. Wow, bundan-da ajoyib. U ham uzoqdan zarba berib ko'rdi shekilli. Bizda ham unda ham internet yaxshi ishlamayapti. Nimaga unday bo'lyapti? O'zi bizni liniyada sal muammolar borda. Chiqarib yubordik to'pni. Burchak zarbasi bizni foydamizga. Chiqib ketaversa ham bo'ladi-yu. Rodri harakat qildi, ammo gol ura olmadi. Rodri gol! 3-1. Bu ham uzoqdan, maydon tashqarisidan bo'ldi-yu. Maydon debman. Jar. Yaxshi, yana bitta hujum harakatini qilamiz. Uzoqdan zarba, afsuski qiyshiq ketdi. Ryerson 2 ta gol urardi agar to'g'ri ketganda. Afsuski bo'lmadi. Xayr, do'stlar. Xayrlashamiz siz bilan. Bugungi o'yin qahramoni Ryerson, bu yoqda Mbappe 6-9, 7-5.